Do'stlar, men bitta narsani xohlardim. Siz o'zingiz mustaqil, hech qanaqa advokatdan foydalanmagan holda sudlarda qatnashib, unda yutib chiqishingizni. Shu bo'yicha sizga hozir professional advokatlar nima qilishi va bosqichma-bosqich qanaqa qadamlarni qo'yishini men sizga o'rgatib beraman. Buni yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsangiz, o'zingiz ham sudda qatnashib turib yutsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, hurmatli tomoshabinlar. Demak, bugun siz bilan sudda qanday qilib yutib chiqish mumkin, advokatsiz degan mavzu bo'yicha 5 ta qadamni ko'rsatib beraman, sanab beraman va keyingi videolarda xudo xolisa shu qadamni har bittasini ochib berishga harakat qilaman. Demak, bu birinchi video va yana 5 ta video bo'ladi. Undan keyin sizlarga qanaqa qilib harakat qilishni ochib beraman. Bu hammaga emas, kimda kim muammoni haqiqatda hal qilmoqchi bo'ladigan insonlar uchun. Bilaman, juda ham negativlar hali bo'ladi. O'zbekistonda adolat yo'q, qonunlar yaxshi ishlanmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Bitta narsani aytaman. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, Amerikada yashaysizmi, O'zbekistonda yashaysizmi, Yevropada yashaysizmi, qonun bilan bo'ladigan muammolar javobgar sizsiz. Tushundingizmi? U sizning muammongiz. Na davlatning muammosi emas, na advokatning muammosi emas. Hayotingizda bo'layotgan shu yuridik muammolar bu sizniki. Hech kimniki emas boshqa. Tushunarlimi? Yana bitta narsani bilib olishingiz kerak. Hayotda yoki natija bo'ladi yoki bahona bo'ladi. Masalan, menga aytasiz, sizlar qarashinglar kerak edi. Kommentariyada aytishadi, siz mana shuni qilishingiz kerak. Men o'zimni nima qilish kerakligini juda ham yaxshi bilaman. Bu video bu sizlar uchun. Tushunarlimi? Muammongizni siz hal qilasiz. Chunki muammo sizniki. Ya'ni pishgan osh, o'zingiz pishirgan osh, aylanib ham, o'rgilib ham o'zingiz yeysiz. Shuni bilib oling, bo'ldi. Tak, qanaqa qilib sudda qanaqa qilib nimani qilsak yutib chiqamiz? 5 ta qadamni qilishingizga to'g'ri keladi buning uchun. Hamma professional advokatlar shu qadamni qiladi. Tushunarlimi? Ya'ni sizga professional yo'lni ko'rsataman. Tak. Bu asosan fuqarolik sudi va iqtisodiy sudlar bilan bog'liq va boshqa sudlar ham xuddi shu qadamma-qadam bajariladigan ishlar bo'yicha amalga oshiriladi. O'zi aslida tushunib olsangiz bo'ldi. 5 tasini aytib o'taman. Birinchisi nima? Birinchisi bu pozitsiyani belgilash va tayyorlash. Pozitsiya. Ya'ni sizning pozitsiyangizni o'zingiz belgilab olishingiz kerak. Tushunarlimi? Unda maqsadlaringiz nima? Qanaqa dalillaringiz bor? Siz da'vogarmisiz, javobgarmisiz, jabrlanuvchimisiz? O'sha pozitsiyani siz konkretni belgilab olishingiz kerak. O'shanga qarab harakat qilishimiz kerak. Ya'ni u yerda maqsadlaringiz bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Hech ko'rganmisiz, advokatning oldiga borganingizda advokat siz oldingizga nima bitta qog'oz bilan chiqadi. O'tiradida yozadi. Siz ham o'zingizning maqsadlaringizni, ya'ni pozitsiyangizni belgilab olasiz. Ya'ni sport ishqibozlari pozitsiya nimaligini bilsa kerak-a? Ya'ni boksda stoyka turadi-yu. Siz qanaqa pozitsiya bilan demak sudda qatnashishingizni belgilab olishingiz kerak. 1. Uning ichida dalillarni belgilash boshqasini o'rgataman keyingi videolarda. Ikkinchisi, pozitsiyangizni belgilab oldingiz-a, maqsadlaringizni bilasiz, nimaga qarab harakat qilishingizni bilib oldingiz. Endi hujjatlarni tayyorlash bo'ladi. Ikkinchisi. Har bitta dalillaringiz, har bitta pozitsiyangiz, o'zingiz yo'nalishingiz bo'lsa, shuni hujjat bilan mustahkamlashingiz kerak. Hujjat. Nima dalillarim bor? Hujjat. Nima dalilim bor? Hujjat. Quruq gap hech narsa o'tmaydi. Yana bitta narsani aytib qo'yaman, sudga ko'pchilik janjal qilishga, to'polon qilishga boradi. Bir tiyinga qimmat narsa. Borib to'polon qilasiz, boshqa qilasiz, o'zingiz obro'yingiz tushadi, sudni chalg'itasiz va veriyatность, ya'ni nima? Sizga qarshi ishlaydigan yoki sizni pozitsiyangizni sizga qarshi ishlaydigan, sizni ziyoningizga bo'lgan hal qilib qarori chiqishi
yoki hukm chiqishi ehtimoli juda katta bo'lib qoladi. Ikkinchisini aytaman, uchinchisi psixologik tayyorgarlik. Siz psixologik tayyorgarlikni ham ko'rishingiz kerak. Sudda kimga nima deb savol beraman, yozib oling shu narsani. Yana bitta narsani aytaman, do'stim. Masalan, men advokatman. Kuniga masalan 5-6 talab, yo oyiga masalan 10-15 talab odamlarning muammosini ko'rishga to'g'ri kelib qoladi menga. Endi sizni muammongiz bitta yoki ikkita bo'ladi. Tushunarli? Bitta sud ishi bor. Balki u hayotingiz davomida bir marta bo'lar. Hayotingiz davomida 2 marta bo'lar. Tushunyapsizmi? Ana shu narsaga ozgina qo'pol qilib aytganda, ko'tni bitta joyga qo'yib, o'tirib, tayyorgarlik ko'rib oling, bo'ldi. Borib ishtirok etib yuboraman, men bilaman, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Uchinchi qadam bu psixologik tayyorgarlik bo'lishi kerak. Manaman degan odam, men o'zim ham sudda qatnashayotganimda, bu har bitta sud bu stress holati. Nima deb savol berishingiz, kimga nima deb javob berishingiz, boshqa hamma narsa demak esingizdan chiqib ketadi. Esingizdan chiqib ketishi mumkin, dalillarni topa olmasligingiz mumkin va har xil noxush holatlar kelib qoladi. Buni ham alohida video qilib, qanaqa qilib psixologik tayyorgarlikdan ko'rish kerakligini ham aytib o'taman. Bu 3-qadamida ketdi. 4-si suddagi strategiya. Sud bu janjal qiladigan yoki jang maydoni emas. Bu qilichlaringizni ko'tarib jang qilaman hozir, hammaga ko'rsatib qo'yaman deb kelishingiz kerak emas bu yoqqa. Bu yoqqa konkretniy strategiya bilan kelishingiz kerak. Va bitta narsani bilishingiz kerak. Ko'pchilik odamlar qancha ko'p savol bersam shuncha zo'r ekanman deb o'ylaydi. Bunaqa emas. Miyani, kallani ishlatib turib savol berish kerak. Sizda konkretniy strategiya bo'lishi kerak. Qancha ko'p gapirsangiz, qancha ko'p kimgadir savol bersangiz, siz zo'r degani emas. Keyin yana bitta narsani bilib olishingiz kerak. Siz doim sudda ishontirishingiz kerak bo'ldi. Yoningizdagi javobgar emas, kimlargadir o'zingizni ko'rsatish shart emas. Qaysidir advokat uchun yoki televideniya yoki nima uchundir o'zingizni ko'rsatish shart emas. Tushunarli? Qanchalik zo'rligi mana bir xil bo'ladi, sudga kelganda qanchalik zo'rligimni ko'rsatib qo'yaman deydi, janjal bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu ikkilantirib qo'yaman, hozir bunaqa deydi. Bu yerda sudda yutqizib qo'yadi. Hamma narsani chetga suramiz, faqat sudda ishontirish bilan bog'liq bo'ladi strategiyamiz. Tushunarli? Chunki sud hal qiladi hammasini. Bu katta xolasi emas, boshqa narsa emas, hal qiladi sud. Suddagi strategiyani belgilashimiz kerak. To'g'ri? 5. Bitta narsani bilishimiz kerak. Sudda yutqizib qo'yishimiz ham bor. Agar sudda yutqizsangiz nima qilasiz? Mana 5-qadamimiz shuni belgilab olishimiz kerak. Chunki ehtimoli yutqizish juda katta. Hech qachon o'zini hurmat qilgan advokat yoki professional advokat hech qachon sudda yutib berish yoki sudda mana natijaga erishish oldindan aytib bera olmaydi. Agar kimdir shu narsani aytadigan bo'lsa, u moshinnik, ya'ni firibgar bo'lishi mumkin. Veriyatnost aytiladi. Ya'ni ehtimoliy masalan 80% mana ishda 80% mana bunaqa natija bo'lishi mumkin yoki 20% mana bunaqa natija bo'lishi mumkin. Lekin 100% hech kim sizga garantiya bera olmaydi. Tushunarli? Yutqizgandan keyin nima qilishimiz kerak? Shu narsani bilib olishimiz kerak. Ya'ni yutqizgandan keyin chiqib olib turib janjal qilish kerakmi, baqir-chaqir qilish kerakmi, asab buzish kerakmi? O'zi sudda o'zi shundoq ham asab buzarlik va stress holat bo'ladi. Aniq bitta narsani biling, sud hal qilib qarorini o'qib eshittirdimi, bo'ldi, u o'zini fikrini o'zgartira olmaydi, xohlasa ham. Chunki bunga protsessual kodeks yo'l qo'ymaydi. Tushunarli? Sud e'lon qilgan hal qilib qarorini o'zgartira olmaydi. O'shaning uchun siz baqir-chaqir qilib asabingizni buzib o'tirish kerak emas. Rahmat, xayr deb o'zingizni bosib olib chiqib ketishingiz kerak va undan keyin qiladigan harakatlaringizni belgilab olishingiz kerak. Hal qilib qarorini yozmasini olasiz, o'qiysiz uni. Tushunarli? O'qiysiz, nimaligini bilishingiz kerak ichida. Hal qilib qarorida konkretniy u yerda sud o'zini, ya'ni o'sha hal qilib qarorini nimaga asoslantirib, qaysi qonun hujjatlari, qaysi dalillarga asoslantirib chiqarilganini yozadi u yerda konkretniy. Qaysi qonunlardan olganini yozadi. U sizga shpargalka bo'ladi. Bir, o'zingizni kamchiliklaringizni bilib olishingiz kerak va shunga qarab keyingi strategiyani
ishlab chiqishingizga to'g'ri keladi. Mana shu 5 ta narsa, asosiy narsa shu. Uni keyin chiqadigan narsa uni mana shu 5 ta qadamdan kelib chiqaveradigan hamma narsalar bo'ladi. Mana shu narsani qilsangiz, sizda ehtimoli sudda yutib chiqishingiz ancha oshadi. Lekin bitta narsani bilib qo'ying, sud bu lotereyaga o'xshaydi. Tushunali? Qanaqa bo'lishini, nima kelib chiqishini siz hech qachon bilmaysiz. Ehtimol agar siz pozitsiyalaringiz kuchli bo'lsa, sizni shu strategiyalaringiz bilan bog'liq holatda yutib chiqishingiz mumkin. Agar sizni pulingiz bo'lmasa, agar sizni qanaqandir katta tankingiz yoki boshqa narsa bo'lmasa, siz faqatgina o'zingizni bilimlaringizga tayanishingiz kerak va to'g'ri bu narsadan foydalanishni o'rganishingiz kerak. Aytadigan gaplarim shu. Keyingi videolarda har bitta 5 ta qadamni men ochib beraman. Masalan, pozitsiyani belgilash qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi har bittasiga alohida ko'rsatib o'taman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, kuzatib boring, obuna bo'ling, like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.